Bo'ron yomg'irdan keyin mavjudotlar qaytadan jonlanib shodlikka cho'midi. Bu dal yashanganlar sog'lomligining eng muhim mezgili. Yo'tilish, demiz qilish, hasirash alomatlari ko'riladi. Shunga ular o'pka iqtidorini to'liqlash va kuchaytirishga ehtiyojli bo'ladi. Hürmetlik televizor köyçüler yaxşımsılar. Üçüncü tumuşqsarı xəbərlərimizni körüsünlarını qarışalımız. Aldı bilən xəbərlərimizin mühim məzmununu tanıştırımız. Bütün küçü bilən işləb çıxırıb tez ilgiləş knopkasını besiş. Dehqançılıq texnikası boyunca tərbiləş mevlik baqqı kirib, örüksüman alovçı dərəxi asıdan kirimni aşırıb beyiş doğrusida paranlaşdı. Parnik teriqçılığı bilən alivi hünərxana qoşulub kichik olan tilla tökülüdüğən dərəxə aylandı. Bari kelib günlər echilgan yaxşı mezgildən tür qurilishi odatdan tashqari oldiras bo'lib ketdi. Yaqinqi kunlardan buyon Qashqar iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bengtan sho'baranidagi har qaysi tür qurilishi ishlab chiqarish naq maydonining hamla yerda oldiras manzara parlaq keldi. Har qaysi korxonalar butun kuchi bilan tirishib suratni ching tutib, qurilish muddatini tezlatib tür qurilishning tez ilgilash knopkasini bosdi. Shenzhen Changhui elektr energiya fan texnika cheklik shirkati 2021-yil 7 oyda qurilgan bo'lib, yuqori o'tir tuvan besimliq to'qsima kabellarni maxsus ishlab chiqaradigan va tadqiq qilgan korxona. Yaqinqi kunlardan buyon bu shirkatning fan texnika, elektr uskunalari kasblar rayoni turi qurilish maydonida ishchilar o'z ish o'rnida tam qo'pirish, po'latchilik bog'lash, beton qo'yish qatorliq qurilish mashg'ulotlarini elib berayotdi. Bu turning umumiy qurilish ko'lami 147,555 kvadrat metr bo'lib, jami 528 million yuan mablag' solinadi. Bu tur bitgandan keyin yillik mahsulot qiymati 800 million yuanga, boj kirimi 20 million yuanga yetib, 800 dan ortiq odamning yangidan ishga o'rinlashishiga bevosita turtki bo'ladi. Hozir bu turning 1-nomerlik yotoq, 4-nomerlik yotoq va ishxona binosining 1-qavat qurilishi tamomlandi. Bu suratda asosiy gavdasi bu yilning oxirida tamomlanishi mumkin. Kelar yilning 5dan boshlab uskunlarni qurashtirib, tanshab, boldiroq ishga kirishtirib, boldiroq natija unum hosil qilishga tirishamiz. Shenzhen Beifang fan texnika taraqqiyot cheklik shirkatiga kirganimizda mashinalar guruldab qurilish avtomobillari mo'kidek o'tishib turadi. Ikki kran bilan to'sish avtomobili asosiy qurilish materiallarini ko'tarib, eng oxirgi bir zavod binosining qurilishini qilyotdi. Ikkinchi oyda ishlab chiqarishga kirishtirilgan 2-nomerlik zavod binosining ishlab chiqarish liniyasida ishchilar materiallarni qo'rashtirish, po'lat taxtani kapsirlash qatorli xizmatlarni tartiblab ishlab, xaridorlar ehtiyojli bo'lgan zakaz talonini jiddiy ishlab chiqaryotdi. Ikkinchi oyning 27-kuni ishlab chiqarishga kirishtirilgandan buyon 600 tonna po'lat qurilma ishlab chiqarildi. Bu shirkat po'lat qurilmalik ishlab chiqarish liniyasidan 2ni, CC shakllik po'lat ishlab chiqarish liniyasidan 2ni qurishni planladi. To'liq ishlab chiqarishga kirishtirilgandan keyin yillik mahsulot miqdori 10 ming tonna po'lat qurilma, 1500 tonna C shakllik po'lat ishlab chiqarib, 140 odamning ish qo'llashish masalasini hal qiladi. Hozir uskunlar zakaz qilinib bo'ldi. Biz yana 3 kundan keyin qurilishni butunlay tamomlaymiz. Uskunlar taxminan 20 kun ichida yetib kelgandan keyin biz jiddiy ishlab chiqarib, sinov tariqasida yo'lga qo'yamiz. Şunun bilan bir vaqtda Shenzhen Hongyo mashinsozlik cheklik shirkati amdala o'rnatib bo'lgan 80 dona peshqil metal mexanikalik pishiqlab ishlash uskunasimi qizg'in kayfiyatda sinov tariqasida ishlab chiqarilmoqda. Hongyo peshqil metal mashinsozlik ishlab chiqarish pishiqlab ishlash turi 2023-yil 1-oyda Bengtan sho'barani shimoliy qism kasblar rayoniga makonlashgan. Bu turga 170 million yuan mablag' solinadi. Uskunaga 150 million yuan mablag' solinadi. Bu 160 yurish peshqil metal mexanikalik pishiqlab ishlash uskunasi va 20 yurish qo'shimcha uskunani o'z ichiga oladi. Asosiy peshqil metal zapsaslari, suv par turbi zapsaslari, kauchuk bo'yimlari, to'lqinsimon turba va boshqa binokorlik metal bo'yimlarini ishlab chiqaradi. Mahsulotlari asosiy atrofdagi O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo davlatlariga sotiladi. Shirkat rasmiy ishga kirishtirilgandan keyin 70 ishchi ishlatishni mo'ljalladi. Hozir 80 uskuna qurashtirilib bo'ldi. Kelar oydan sinov tariqasida ishlab chiqarishni boshlaymiz. 6-7 oylarda yana bir turkum uskunlarni kirgizamiz. Uskunlarning hammasi qurashtirilib bo'lgandan keyin yillik mahsulot qiymati 60 million yuandan oshadi. Tür qurilishi iqtisodiy taraqqiyotning muhim tariki. Navbatda Qashqar iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bengtan sho'baranida ilgari surilayotgan tür jami 26 bo'lib, asosiy yeshil qurilish materiallari, mashinsozlik qatorliq kasblarga chetiladi. Tür qurilishni butun kuch bilan ching tutish uchun bog'cha rayoni turi mulozimati maxsus bansi qurib, maxsus odam o'rinlashtirib, butun jarayonni izg'oqlab tekshirib, turning prinsipiga cho'nqir cho'kib, bir ponkil shaklidagi onlarcha mulozimat bilan ta'minlab, tür qurilishining sur'atini tezlatish, sifatini o'stirish, unumini o'stirishni puxta ilgari surdi.
Hozir turlik mevalik daraxtlari orqa-orqadan chechaklash mezgiliga kirdi. 51-ci tuan tangi pazarı 12-ci yilining 582 ming o'riksimon alovchi beg'da oqranglik o'riksimon alovchi chechakları shoxlarga laq to'lgan edi. Yezilik texniklari bog'bonlarga changlashtirish texnikasini tushuntirib, bog'bonlarning kirimini sijil oshirishga turtki bo'ldi. Bu bağda bir mo yerga 10 kilogramdan 15 kilogramgacha gül changni ishlatamiz. Mevalik daraxtlarni boshqarish xizmatini yaxshi ishlash uchun Shexansi Dashosi Yezilik Shoyani Mevalik daraxt fan texnika mulozimat etirdi. 51-ci tuan tangi pazarı 12-ci yil yaniga kelib mevalik daraxtlarni boshqarish bo'yicha naq maydonda tarbiyalashni qanotga yetirib, bog'bonlarning o'riksimon alovchi o'stirish, parvarish qilish texnikasini texmi yaxshi ishlab, o'riksimon alovchining mahsulot miqdorini oshirishga yordam berdi. Asosliqi ularga texnik jihatdan yetakchilik qilamiz. Jumladan, o'riksimon alovchini sun'iy usulda changlashtirish, gul changni tanlash, changlashtirish vaqti, changlashtirish miqdori hamda changlashtirish usuli orqali mahsulot miqdorini oshiramiz. Teraqchi Rahman To'rdayin butkul tarbiyalash jarayonida astoydil o'rgandi. Yezilik mutaxassislari so'zlab bergan changlashtirish mahoratini olgandan keyin u taqatsizlik bilan gulchingni paypoqning ichiga silib changlashtirishni sinab beqishga boshladi. Gulchingi o'riksimon alovchi chechkaga tushdi. Rahman To'rdaning chehrasidan tabassum jilvalandi. Biz ish qilganda o'qituvchilar yaxshi yetakchilik qildi. Bo'ltori bir mo yerdan 200 kilogram hosil olgan. Bu yil 500 kilogramdan 600 kilogramgacha hosil olamiz. O'riksimon alovchi bog'tori orqali ekologiyasi yashashga bop keladigan bo'lishni asosiy maqsad qilib, birinchi kasb, uchinchi kasbning yo'g'rilishini ilgari surib, yezilik qo'shimcha mahsulotlari, sayat, istirohat, meva-cheva, yemak-ichmak, ushaq tovarlarni setish birgada qilgan yeshil ekologiya kodisi barpo qilindi. O'stirish, parvarish qilish, o'sish, setish bo'yicha birgalashgan mulozimat sistemasini qo'llanib, 582 ming o'riksimon alovchi beg'idan molosil ilishga kapolatli qilib, 89 oilelik terexlarning beshiga turtki bo'ldi. Bu yil chechaklar nihoyatda yaxshi echildi. Dehqonlarning aktivchiligi nihoyatda yaxshi bo'ldi. Changlashtirishga boshladi. To'g'ri chechish, hasharotlarning oldini olish qatorliq jihatlardagi parvarish nihoyatda yaxshi bo'ldi. Egilnicha 51-ci tuan tangi pazarı 12-ci yil ya'ni o'stirish, parvarish qilish, o'sish, setish bo'yicha birgalashgan mulozimat sistemasini qo'llanib, 582 ming o'riksimon alovchi bog' barpo qilib, 89 oilelik bog'bonning ittifoqlashib beshiga turtki bo'ldi. Keyingi qaramda Shexansi Dashosi Yezilik Shoyani Mevalik daraxt fan texnika mulozimat etirdi. Meva berish mezgili, meva yo'g'inash mezgili, yig'ish mezgili qatorliq xalqliq mezgildan davomliq o'riksimon alovchi beg'iga berib texnika jihatdan yetakchilik qilib, yezilik texnikasi orqali yezi kanitlarni gullantirishga turtki bo'lib, yezi egiligini zamonaviylashtirish qadamini texmi puxtalaydi ekan. Yaqinqi yillardan buyon 51-ci tuan tangi pazarı o'li odam egiligini taraqqiy qildirish jihatda parnik teraqchiligi bilan oliy hunarxona qo'shish yo'li ustida izlanib, uyning oldi keyinriki yerlardan unumli foydalanib, kichik xizmatchi omining kirimini oshirish yo'llarini kengaytib, kichik oilaning kirimini oshirib, beshdagi tilla to'kiladigan daraxtga aylantirdi. 51-ci tuan tangi pazarı 4-ci yil yandining ishchisi Mergul ablaning hovlisiga kirganimizda, o'li pakiz ratlik bo'lib, parnik teraqchilik rayoni, paypoq to'qish oliy hunarxona rayoniga ayrilgan edi. Parnikda yangidan o'stirilgan lozim mayslari, sho'xla mayslari hayotli kuchga to'ldi. Oliy hunarxonada paypoq to'qish mashinasi kurkurab, ishchilar butun diqqat bilan paypoq o'rish, paypoq tikish, shaklga keltirish bilan aldirash edi. Butun oilada aldirash manzara namoyon bo'ldi. Qishda yumg'oq sut terimiz, atiyazda laza sho'xil terimiz, yana gul satimiz, boshqalari o'zi kelib elib ketadi. Bizning bir oilaviy hunarxonamiz bor. Hozir bu yerda 11 odam ishlayotadi. O'li odam egiligining afzalligi shuki tijorat jonliq, boshqarish qulaylik soladigan mablag' oz, tanarxi tuvan unumi yuqori. 2020-yil Mergul abla xalqqa naf yetkazish siyosatining tur qarz puldan foydalanib, Yanduy partiya yachaychisining yordamida Tumshuq shahri Tangjin to'qimachilik cheklik shirkati bilan hamkorlashib, 4-yil yandagi Tunji oliy hunarxonani qurib, yaxshi unumga erishib, kichkina o'g'lining kirimni oshirib, beshdagi tilla to'kiladigan daraxtga aylantirdi. Parnikdan qildigan yillik kirimimiz 20 ming yuandan oshadi. Aileviy hunarxonadan qildigan 1 yillik kirim 30 ming yuandan oshadi. 2023 yil bo'lsa, partiya 20-chi qurultayning ro'yini umumizlik izchillashtirish, amaliylashtirishning boshlanishi. Shunaqla Sheyşarning 14-chi 5 yillik yirik planning nishon vazifasini ishga oshirishdagi xalqaro yil. Sheyşardagi har darajalik har qaysi tarmoqlar ish boshlashning o'zi hal qiluvchan, qadamni elishning o'zi ataqiga o'tish deydigan iroda bilan Sheyşarning universal amaliy kuchi va yadroliq raqobat kuchini tez suratda yuqori ko'tarib, chungochi zamonaviylashtirish uchinchi yuqori sifatli taraqqiyot yangi sayfisini tirishib yezib chiqib, davlat manfaati, Xinjiangning umumiy vaziyati, Biyangtuanning butun vaziyatiga mulozimat qilishgan texmzor to'pa qo'shdi. Bugungi sayfimizda 3-chi Tumshuq shahar texnika maktabi partiya komitetining shujisi Xiao Xuanguangni maxsus ziyorat qilamiz. Bu yil kasbiy ma'rifning sifatini o'stirish, munavvarlarni yetishtirishdagi o'tkalga hujum qilish va tekshirib o'tkazilish yili. Buni navbatdagi va bundan keyingi bir mezgillik muhim siyosiy vazifa sifatida tutib, umumizlik o'rganish, umumizlik egallash, umumizlik amaliylashtirish kuch sarf qilamiz. Birinchi,
vaziyatni to'g'ri egallab maktab ishlarining taraqqiyot ishonchini yanada ching'atamiz. Bosh vazir Shi Jinpingning kasbiy ma'rifat to'g'risidagi muhim bayonlarni cho'nqur o'zlashtirib, to'g'ri maktab boshqarish yo'nalishida ching turib, axloq orqali odam tarbiyalashga ching turib, ishlab chiqarish bilan o'qitishni birlashtirish, maktab bilan korxona hamkorligini cho'nqurlashtirib, hunarvan ro'yini avj oldirib, kasbiy ma'rifatning sifatini o'stirish, munavvarlarni yetishtirish bilan shahar yuqori sifatli taraqqiyotini masqadamda qilamiz. Maktabning 14-5 yillik taraqqiyot yirik planini baldurroq amaliylashtiriamiz. Ikkinchi, maktab ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surishni tezlatamiz. Partiya qurilishini yetakchi qilishda chang turib, nazariya o'rganishni xizmatlarga yetakchilik qilish bilan birlashtirib, ideya stilini o'zgartishni xizmat stilini o'zgartish bilan birlashtirib, nazariya saviyasini o'stirishni maktabning yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish bilan birlashtirib, o'zliksiz o'rganish, tekshirib tadqiq qilish orqali yo'nalishni to'g'ri egallab, nishonni chin ko'zlab, o'rnini to'g'ri tepib, fursatni chin tutib, vaziyatga qarab ish ko'rib, ma'rif o'qitish iqtidorini o'stirishga turtki bo'lib, kasbiy qurilishni zo'r darajada a'lolashtirib, fan tadqiqotda yangilik yaratishni zo'r darajada kuchaytirib, odam tarbiyalash saviyasini zo'r darajada o'stirib, mahorat bo'yicha tarbiyalashdan zo'r o'sish hosil qilib, maktab boshqarish saviyasini uzluksiz o'stiramiz. 3. Shaharning bir taraqqiyot rayoni, ikki bog'cha rayonidagi kasblarning to'planishi va rayon iqtisodiy taraqqiyotidagi ixtisoslar ehtiyoji, ijtimoiy taraqqiyot va shahar qurilishi ehtiyojiga yaqindan ergashib, kasbiy ma'rifatning sifatini o'stirish, munavvarlarni yetishtirish harakatini tutqi qilib, kasbiy ma'rifatni o'lchamlashtirish qurilishi va oliy kasbiy ma'rifatning darajasini o'stirish harakatini puxta elib berib, kasbiy ma'rifatning yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surib, kasbiy ma'rifatning mulozimat iqtidorini uzluksiz o'stiramiz. 4. Diqqatni ixtisoslarning sifatini o'stirishga markazlashtirib, yuqori sifatli taraqqiyotning yangi eshish miqdorini kengaytimiz. Kasb qurilishi mexanizmida yangilik yaratib, kasb o'qitish sharoitini mukammallashtirib, kasbiy maktab boshqarish aloyidaligini namoyon qilib, kasbning ichki xos mazmun qurilishi saviyasini o'stirib, kasblarning moslashish darajasi yuqori, umumiy planlanishi muvofiq, o'rinlashtirish qurilmasi muvofiq bo'lgan birinchi, ikkinchi, uchinchi kasblardagi zamonaviy dehqonchilik, o'rmonchilik, to'qimachilik, kiyim-kechak, jabduq yasash, qatnash transport, savdo boshqarish va ma'rif san'at kasblarini asos qilib, kasbiy maktab boshqarish qurilmasi aloyidaligi sifatining mos taraqqiyotini ishga oshiramiz. 5. Diqqatni shaharning ixtisoslari ehtiyojiga markazlashtirib, ishlab chiqarish bilan o'qitishni birlashtirish, maktab bilan korxona hamkorligini cho'nqurlashtirib, kasbni qurilish supsi qilib, darslikni qurilishning muhim nuqtasi qilib, Janubiy Shinjang rayonidagi kasblarda qis bo'lgan yuqori safoliq texnika, mahorat ixtisoslarini yetishtirishni maqsad qilib, ixtisoslarni tarbiyalash andisi islohoti, dars qurilishi, o'qituvchilar qo'shuni qurilishi va amaliy mashq sharoiti qurilishi qatorliqlarga turtki bo'lamiz. 6. Kasbiy ma'rifatning bozliq rolini joriy qildirib, axloq orqali odam tarbiyalashdan iborat tub vazifani umumizlik amaliylashtırib, Şinjanı madaniyat orqali oziqlantirish xizmatining joyida amaliylasishini ilgari surib, Junqo millatining esil an'anaviy madaniyatiga har taraflama varislik qilib va uni avj oldirib, kasbiy xodimlarning ul silish qurilishini har taraflama cho'nqur ilgari surib, davlat o'rtaq til yezigi tarbiyasi va umumlashtirish qo'llanishni umumchilik ilgari surib, Junqo millati o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlab, madaniyat orqali odam tarbiyalash sistemasini barpo qilib, o'zgacha kasbiy maktab qurilishini ilgari suramiz. Bu yil kirgandan buyon 49-cı Tuan Xayan Basriyan ko'p planlab, ko'p tadbir qo'llanib, keng ishchi xizmatchi omini besh ideyasini o'zgartib, ko'p manbalik iqtisodni taraqqiy qildirishga faol yetaklab, ishchi xizmatchi omining kirimini oshirib berishiga kuch qo'shdi. Bu bir necha kunda 49 Tuan Xayan Bazri 12-yildagi ishchi Zhang Qianchao bir oylik ishlari nashb tishoqlarini chatash bilan aldirish bo'ldi. Bultur temperatura tuan bo'lg'achqa uning mevlik daraxtlari changlashish mezgilida yaxshi changlashmay, mahsulot miqdori yuqori bo'lmadi. Bu yil Zhang Qianchao havoning ilishda iborat payliq fursatini chang tutib, mevlik daraxtlarning har qaysi halqalaridagi boshqarish xizmatini asli yaxshi ishlab, butun kuch bilan yuqori sifatli bog' barpo qilib, yil oxirida yaxshi hosil elishga kapolatlik qildi. Bu mening 38 mo'girim. Atiyazda chatashdagi maqsadim nashbitning sifatini o'stirish uchun kasallik va ziyondashligiga uchragan shoxlarning hammasini chatab, keyingi mezgildan suv va o'g'it berib, yil oxirida yaxshi hosil elishni umid qilaman. Shunun bilan bir vaqtda Lendi partiya Jacksonning ilhom berishi va yetaklashi orqasida Zhang Qianchao bultur o'rmon ostida boqmachilikni taraqqiy qildirish asosida bu yil boqmachilik ko'lamini yanada kengaytirib, ko'p xil tijorat andisini qo'llanib, o'zining turmushini bargan sari yaxshiladi. Bu yil ko'lamni kengaytirib, 200 necha kvadrat metr keladigan to'g'ri katga soldim. 2000 cho'ja kirgizmoqchi bo'lyapman. Bu yil texmo terishiman. Yaqinda 41-ci Tuan Savxu Basri tunji fasllik beliq tutish musobaqasi o'tkazib, shu joy va atrofdagi noya yezi shaharlardagi beliq tutish havaskorlarini musobaqaga qatnashib, barning hididan nafaslanib, go'zal turmushdan bahramand bo'lishga jalb qildi. Bu qadimgi beliq tutish musobaqasi 2 maydonga bo'linib, har
Meydan musobaqa 2 soat davomlashib, 2 qatimliq beliq tutish umum saniga asosan natija baholab chiqilib, oldingi 5 ning ichiga kirgan mayorlar mukofotlanib, musobaqa qatnashgan boshqa mayorlarga ilhom berildi. Musobaqa maydonida mayorlar tamkinlik bilan eng yaxshi saviyasini joriy qildirdi. Keskin musobaqalashish orqali Qashqar shahridan kelgan beliq tutish havaskori 4 soatda 22 kilogramm beliq tutib, birinchilikka erishdi hamda bir qo'y bilan mukofotlandi. Yaqin yillardan buyon 41 ton Savxo bozorlik partiya komiteti shahar bozor qurilishini umumizlik yaxshi ishlab, sayat yushurun uchun cho'nqur qazib, o'tiraqlashga, sayat qilishga mos keladigan ozoda muhit barpo qilib, bir turkum dehqonlar shodliq aramgoyi, beliqchilar aramgoyi sayat turlarining darajasini o'stirib, sayat bilan madaniyat, yashanaganda kutunish, istirohat yezi egiligining yuqori taraqqiyotini ishga oshirib, Savxo kulini sayli qilishni sayatchilarning hafta oxiridagi dam olishdagi ikkinchi sayat markasiga aylantirdi. Yaqında Pezvat baş meydani Jaxıl bazarındakı örüklük bağ çiçeklaş mezgilini kütülüp, kənketken örüklər bəsbəslik çiçekləb, gözəl mənzərə şəkillənib, nurgun işçi xizmətçilər ammasını bari saylısı qılıb, gül saylısı qılışqa, sürətə düşüb, xatırı qaldırışqa cəlb qıldı. Pezvat baş meydani Jaxıl bazarı 6-yilining örüklük beği kirgəndə bir xil sus xushpıraq damaqı uğurulub, hal rənglik, aq rənglik pürəklib ecilğan örük çiçki közgü çılqıb, bəh çiraylıq bulub, sansızlığın həsəllərisi və kipinəklərini güllər arasında uçuşqa cəlb qılıb, baxarının hayati küçün namayan qıldı. Sayatçılarmı top-top bulub, gül saylısı qılğılı kelib, sürətki düşüb, daga qıldı. Lenduyning örüklük beğidagi örük çiçki ecilibdi deb anlab, men özüm eng yaxshi ko'radigan mamiyanchun ko'ynagimni kiyib, do'stlarim bilan birga örüklük bog'ga kelib gul saylısı qildim. Nurg'un chiroyli suratlarni tortdik. Bunday go'zal manzarani ko'rib, kayfiyatimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Yaqinqi kunlardan buyon 3-chi Tumshq shaharlik madaniyat tantarbiya faoliyat markazi turlik umumiy xalq badan chiniqtirish harakatini qanot yaydirib, ishchi xizmatchi omillarning ishdan sirtqi madaniyat turmushini betdi. Shi shaharlik madaniyat tantarbiya faoliyat markazining 2-chi qavatidagi Bochuang chiniqish klubida nurg'un azmatlar chiniqayotgan bo'lib, ternerlar birga bir naq maydonda dars o'tib, intayin qizib ketgan edi. Bu yerda har kuni haqsiz chiniqish vaqti bor. Bizning umumiy xalq badan chiniqtirishga qatnashishimizga texnik ko'p sharoit yaratib berdi. Bu qadimgi umum xalq badan chiniqtirish harakatida tiktok to'p, basketbol, payto'p qatorliq tarbiyalash darslari haqsiz ta'sis qilingan bo'lib, mashq o'rinlarining aslarlari to'liq, muhiti ozoda, shahar aholilari o'zi vaqt tanlab kelib badan chiniqtirisi bo'ladi. Nurg'un tanarkat o'rini bilan ta'minladi. Tumshq shahardami texnik ko'p ko'ngil ejish faoliyati borligini his qildik. Shunga nihoyat xushal bo'ldik. Tövəndə qısqa xəbərlər ko'rsatamiz. Yaqında Şinjan 3-cü transport çəkiliş şirkəti Şunfeng avtomobil ijaraga berish setish şöbə şirkəti Tumshq shahri Wuling mashina 4S do'koni bilan birlashib mashina ko'rgazma qilish faoliyati o'tkazdi. Xizmatchi xodimlar naq maydonda mashinalarning o'rnini bekitish, texnik olayligi, avtomobil tipi olayligini tunishtirdi hamda shahar aholilarining savollariga javob berdi. Bu faoliyat mashina iste'molini yana ilgari surib, iste'molchilarning mashina tanlab setib olish va mashina ishlatishga bo'lgan tunishni kuchaytirdi. Yaqında 42 ton Lunko bozor bilan Yubraq noyasi 2-chi navbatlik sihriy kuchga to'lgan velosiped cheksiz xushalliq velosiped ralli musobaqasini birlikda o'tkazdi. Musobaqada cho'nglar guruhi va o'smirlar guruhi ta'sis qilindi. Musobaqa musofasi ayrim holda 30 km va 15 km bo'lib, Bentomala yerlikdagi 100 ga yaqin velosiped minish havaskori musobaqa qatnashdi. Musobaqa maydonda mayorlar bir-biri bilan baslashib, baturlik bilan oldir mengib, velosiped minish sihriy kuchini namoyon qildi. Bu qadimgi musobaqa Bentomala yerlikning yo'g'rilishini ilgari surib, Bentomala yerlikdagi ommaning hissiyatini cho'nqirlashtirish bilan birga Tom bozordagi ishchi xizmatchi ommaga bir maydon, sur'at va qaynoq hissiyatdan iborat ko'rish sezgusi katta ziyofat ato qildi. Yaqında Shixansa dasho'si qaramog'idagi 1-doktorxonaning mutaxassislari o'miga 41 ton Savxo bozoriga kelib, fuqarolarga mulozimat qilib, sog'lomlikni qo'g'dash cho'ng tipdagi haqsiz kasal ko'rish faoliyatini qanot yedirdi. Naq maydonda jarohat tashqi bo'limi, yashanganlar tibobati bo'limi, yurak ichki bo'limi, ayollar kasalliklari bo'limi, jo'yi tibobati bo'limi qatorliq 10 maslahat so'rash uslubi ta'sis qilindi. Tibbiy xodimlar maslahat so'rg'il kelgan aholilarning qon besimi, qon shakarini o'lchash qatorliq salomatlik tekshirish xizmatini qizg'in ishladi. Shixansa dasho'si qaramog'idagi 1-doktorxonaning mutaxassislari o'miga yana Tom bozordagi tibbiy xodimlarni tarbiyalab, Tom bozorining davolash texnika saviyasi va mulozimat uslubining yana o'stirdi. Hörmətli televizor ko'ruvchilar, bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Axborot qiziq liniyasi 0998 221 ga telefon qilishinglarni qarshi olamiz. Texmo rangdar mazmunlarni ko'makchi bo'lsanglar, ekrandagi ikkilik kodni skanlab ko'rgaysizlar. Xayr xo'sh. Tövəndə hər qaysı tön maydonlardan havo rayidan oldin ma'lumot olamiz. Tumshq shahrida havo bulutliq bo'lib to'pchon bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 14 gradusgacha. 41-tön Savxo bozorida havo bulutliq bo'lib to'pchon bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 16 gradusgacha.
42 tuan Lonko bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 15 gradusgacha. 44 tuan Yuan bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 14 gradusgacha. 45 tuan Shanxay bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 15 gradusgacha. 46 tuan Yongxing bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 15 gradusgacha. 48 tuan Xodong bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 14 gradusgacha. 49 tuan Xayan bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 15 gradusgacha. 50 tuan Shaxi bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 2 gradusdan 15 gradusgacha. 51 tuan Tangyi bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 2 gradusdan 14 gradusgacha. 53 tuan Chinxuyang bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 2 gradusdan 15 gradusgacha. 54 tuan Shanghai bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 4 gradusdan 16 gradusgacha. Pesvat bosh maydoni Chaxi bozorda va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 14 gradusgacha. Sharq shamoli dehqonchilik maydonida va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 16 gradusgacha. Torg'at chorishliq maydonida va ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 0 dan 2 gradusdan 8 gradusgacha. Qag'liq 2 chorishliq maydonida va ochiq bo'lib keyin bulutlandi. Temperatura 0 dan 1 gradusdan 7 gradusgacha. Qizilbayroq dehqonchilik maydonida va bulutliq bo'lib to'pchang bo'ladi. Temperatura 3 gradusdan 15 gradusgacha. Yuqorida图书课是家乡，是家乡。摘一朵天山云，送来了吉祥。喝一口野河水，情深意长。说你的芬芳，碧水阳光划过遍地乡，唐王不成美名扬，美名图书课好地方，好地方，看一眼胡杨梅，美醉了心房，唱一曲丝路歌，地久天长。听起了你的脊梁，小龙牵长郎，若图迎八方，大漠绿洲美
金